Aynı zamanda bilasizlar, musulmonchilikni 5-amali bilasizlar haj safari. Haj safariga hozir qancha musulmonlar umra safariga, katta haj safariga borishyapti. Bu zamonamizning nihoyatda haligi insonlar uchun yaratib bergan sharoiti bizni mustaqil yangi O'zbekistonda insonlarning qadri qanchalik ulug'ligi sezilyapti. Lekin agar tarixni varaqlaydigan bo'lsak, Alisher Navoiy 3 marta hajga borish uchun harakat qilgan ekan, umrining nihoyasida. Birinchi boraman degan paytda bu shu 1000 o'lishdan oldin, ya'ni vafotidan oldin 1499-yillarda borib keladi. O'sha paytda bilasizlar, narigi Dashti qipchoqdan Shayboniyxon Samarqand, Buxoro, Xorazm va bizning o'lkalar Movarounnahr naqlni istilo qilgan Temuriylar davlatiga barham bergan. Xurosonda o'sha Alisher Navoiyning do'sti Husayn Boyqaro davlati saqlanib qolgan edi 1506-yilgacha. Ya'ni Husayn Boyqaro vafot etgunga qadar o'sha davlat hukm suradi, Temuriylar davlati. Xurosonda turklar turgan paytda erta endi Shayboniyxon Xurosonga kelish xavfi paydo bo'lib qolgan paytda xalq aytadiki, shunday sharoitda siz tashlab ketmang Xurosonni, 2 bor xalq iltimos qiladi. Keyin shuning uchun xalqi uchun, chunki Alisher Navoiyni nihoyatda hurmati baland bo'lgan Shayboniyxon ham Alisher Navoiyni hurmat qilgani uchun Xurosonni bosib olmasligi mumkin edi. Keyin 3-marta Husayn Boyqaroga iltimos qilgan paytda Husayn Boyqaro mayli boring, sizga ruxsat degan paytda Alisher Navoiyning sog'lig'i yomonlashib qolib 1501-yil vafot etadi. O'sha Husayn Boyqaro o'zining o'g'li bilan urushib safardan kelayotgan paytda Alisher Navoiy haligi yo'liga chiqadi bir lekin kasal bo'lib qoladi-da, uni keyin Hirotga jo'natadi. Hirotda 1501-yil 3-yanvarda vafot etadi. Shu yerda Husayn Boyqaro o'sha tepasida bo'ladi. Shu janoza bo'ladi o'sha Husayn Boyqaro boshchiligida. Aytmoqchimanki, o'sha haj safarini nihoyatda avvaliga oshirolmay qolgan. Men bir ko'y yozdim, Shoir Armon degan ko'y yozganman. Shu o'qib katta xulosaga kelganlikni o'sha paytda. Shu aytaman.